Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımız ve vaziyetimiz hakkında. Leksiyalarımızı sözleyimiz, vaziyetimiz hakkında toxtalımız vatandaş. Bugün çizlağa leksiya dersi gacı roze. Bugün çizlağa 2024 yıl 6. ayının 27. günü haftiga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz ne sakmanı görün? Tanjin Ivan deydi bu kişi, obzorçu, Xitay obzorçu demokratlardan. Hazır mavzu koygan mavzu nime desiniz? Hazır Prezident Vladimir Putin o tarafki baha, bu tarafki baha koyup, yoki talep koyup, baha asasida talep koyup, bu taraf duranmidi. Cho'ng shartni hozirladi. Urush to'xtatishga tayyorlik qildi degan xabar. Meniki mushu xabarga mayaga kelganda nima deydi desangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Rais Xi Jinpingga 90 kunlik muhlat berdi deydi. Hozir keldi, men bir anglab baqaman, uni atiga so'zlab berasizlarga. Rais Xi Jinpingga Amerika Qo'shma Shtatlari 90 kunlik vaqt berdi deydi. U ketdimi? Bu ketganda ikkinchisi hozir bugun Tibet nima deydi desangiz vatandaş. Ben Tibet nima deydi desangiz, yana İngilizce ekan bu. Soon free Tibet. Tibet derhal azat bo'ladi. Bunu yozgan kishi kim desangiz, o'tgan kuniki kanal bugun 30 necha minut ilgari deydi. Bugun xabar 6. ayning 27. kuni. Bunu nima desangiz, kanalning ismi Ramtak Karmi. Bu Tibetlik olsa kerak vatandaş. Başka haber yok, fakatmış bir cümle bugün kegine İngilizce iken. Yani işini anlayamadım İngilizce köpüne. Mavzunu tercüme kılalı değil mi vatandaş? Derhal. Tibet derhal azat oldu. Bana bu iki haber. Birincisi, Rais Xi Jinping'e verilgen 90 minut vakit, 90 gün, 3 ay vakit, Prezident Vladimir hazır, Prezident Vladimir Putin hazır, oruç toxtutish. Taraf qatirab shart qo'yib o'tirg'i chiqdi, bardoshlik beramiz degan xabar endi vatandash. Undan keyin biz yozma shaklda sizlarga tayyorlab kelgan xabarimiz bundaq. Yozma shakldagi qisqa xabarlar. Xi Jinpingga yaxshi kun bermaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Guamni markaz qilib 3 taraflik hujum qilish liniyasi bo'yicha Jungoning yurikiga yetib boradi. Filippin, Yaponiya, Koreya kuch ulab, kuch ko'rsatdi. Halqiliq paytlar 6. ayning 27. kuni yo'tib. İkinci xabar. Prezident Vladimir Putin bardoshlik berolmadi. Amerika armiyasining harbiy ishlar savdogarlari Ukrainaga Öddige algıç savdogarlari Ukrainaga kirib keldi. Ümit sadası TV 6. ayning 27. kuni YouTube. Yani bir xabar. Xi Jinping dikkat. Tayvan F-16 belgili garbiy kurashchi aeroplan her vaqt ichida uçup Beijingga yetib boralaydi. Havoda mayqachilashni mashq qilish bilan teg uchini bevosita Azadlık armiyaga qaratdi. Tayvan tanqid kanali 6. ayning 27. kuni YouTube. Yana bir xabar. Ukraina har xil havo mudofaa sistemlari haybisi ko'rsatdi. Rossiya o'chilish harakatini boshladi. Ukraina armiyasining qattiq zarbasiga uchirdi. Rossiyaning o'chilish harakati Ukraina armiyasining qattiq zarbasiga uchirdi. Rossiya raketalari 100% to'sib qoldi. To'sib qilindi. Rossiyaning raketa hujumini Ukraina armiyasi 100% to'sib qoldi. Halqiliq paytlar 6. ayning 27. kuni YouTube. Ukraina armiyasi Atasimis orqali Krimiyani shiddatli to'q tutdi. Rossiya 700 poy o'q bilan Xarkovni bombardimon qildi. TVBS 6. ayning 27. kuni YouTube vatandaş.
Ukrayna Adams aeroplan bilan 100 kilometr yiroqlikdagi Rossiyaning o'q nuri tashkilotini portlatdi. Ham Krimiyani bombardimon qildi. TBBS 6-oyning 27-kuni YouTube vatandaş. Prezident Vladimir Putinning ro'yjatga parchalanishi yoki parchalangan ruhga ega bo'lib qolgan Vladimir Putin quvvat qolmadi, uni o'zi tura oladigan kuch qolmadi. Yoki uning ro'yi parchalandi. Hozirgi urush vaziyatida prezident Vladimir Putinning ro'yi parchalandi. Rossiya armiyasi nima uchun urush qiladiganligini bilmaydi. Balki umumyuzlik mag'lub bo'ladi. Ukrayna armiyasi 4 tarafdan hujum qilishga boshladi. Nishon Krimiyani ozod qilish va tartib olish. Prezident Vladimir Putinning afsonalari yemirildi. Faqatla Rossiya ittifoqlashayli deb şuar tovlashga boshladi xolos. Halqılıq paytlar 6-oyning 26-kuni. Endi bu bugungi xabarlarimiz Tibet to'g'risidagi bir jumla. Tibet hozir. Tibet sun darhol ozod bo'ladi. Mush gap esingiz bo'lsin. Endi sizlarga yetkazgan bir xabarimiz. Bundaq bir xabar vatandosh birladi so'zlanib kelgan, hozir yana yetib ketdi bu xabar deyli. Çünkü Kompartiyasi balalarni tirik turg'izib, ichki a'zolarni kesib olishni qonunlashtirib, ichki a'zolarni chet el siyosiy arboblarga pora berib, ular bilan o'rtoqlashib jinoyat sodir qildi. Mavzuli xabar 6-oyning 25-kuni Jungo nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Xabar topolmadik. Nima uchun? Xabar yozuvchilar deydiki, mushu ishlardan to'liq xabardor bo'lolmadik. Bu nima uchun deydi xabar yozuvchi. Chunki Kompartiyasi 5-oyning 21-kuni Fudan universitetining qaramog'idagi bolalar doktorxonasida bolalarning ichki a'zolarini yotkash markazi qurdi. Demak, shuningdan xabar yozuvchilar xabardor bo'la olmadi. Shunga nima uchun deb savol qo'ydi. Buni qachon 5-oyning 21-kuni hozir bu xabar qachon yetib keldi? 6-oyning oxirida. Bir oydan keyin. Nemishqa dal vaqtida xabar topolmadik deydi xabar yozuvchi. Doktorxonasida bolalarning ichki a'zolarini yotkash markazi qurdi. Bu xabar 6-oyning oxirida onda xabar bo'lib o'tirg'i chiqdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bolalar ichki a'zolarini yotkash markazi yurak, jigar, böbrek ko'chirish gruppasi bilan birlashib, ko'p liniyalik va ko'p ilmiy sistemalar bilan mukammallashtirilib, kichik yoshdagi bolalarning ichki a'zolarini ko'chirishni qanot yoydirib, ko'p ichki a'zolarni birlashtirib ko'chiradigan, ko'p deganda ham jigar, ham o'pka, ham tol, ham böbrek mushularni biroqli ko'chiradigan. Bu yerda men doktor emas vatandoshim, shu narsa endi ko'chko'ylarda anglagan so'zimiz bo'yicha shundoq deyildi. Agar odamning ichki a'zolaridan birisi zaiflashsa, uning boshqa a'zolari zaiflashadigan gap. Masalan, böbrek kelsa jigar ketadi, jigar kelsa böbrek ketadi degandek. Buni doktorlar yaxshi biladi, men doktor emas. Endi bu yerda ko'p murakkablik deganda bir badanga böbrek ko'chirgan ekansan, uning yurak nima ko'chirish kerak, uning o'pka nima ko'chirish kerak. Mana shunday gap. Hayda, shunday bo'ldi vatandosh. Ana buni murakkab operatsiya deb ataydigan bo'ldi Xitoy tilida. O'pka ko'chirishni, uchay ko'chirishni, oshqozon osti bezi ko'chirish operatsiyalari olib bordi. Ko'rdingizmi mana? Bir jigar ketdi, böbrek ketdi degan gap, bu yerda uchay mi ketdi, o'pka mi ketdi, oshqozon osti bezi bu mi ketdi, bir badan keraksiz degan gapda. Hozir shuni birlashtirib, mukammallashtirib, operatsiya qilib, ichki a'zolarni ko'chirish deb atabdi Xitoy. Bu xabar kishilarning diqqat sezgirligini qo'zg'adi. Jungoda o'zaro oila tavobatlarga o'zaro murojaat qilishib, yozliq ta'til yetib keldi, yaqinlab keldi.
ata-analar balalarga diqqat qilayli deb murojaat qilishdi. Mümkün emas. Buni hozir davlat apparat, davlat mashinasi yo'l qo'yyapti. Balalarning ichki a'zolarini elishni. Balalarimni saqlab qolaman, qutqizib qolaman, avaylayman, diqqat qilaman. Bu birdamlik ish, bir kun, ikki kun qariya olasiz. Agar Xitoy bu siyosatni belgilagan bo'lsa, sening balalaring tahdid ostida degan. Yaqindan beri Jungo quruqligida yosh balalar va balalar yo'qolib ketish voqealari yuz berishga boshladi. Nurg'unlagan ichki a'zolar kesib olindi. Torbetlarda e'lon qilingan bir parcha video film oshkorlab berdiki, bir bolaning jasadi daryoning ichidan topildi. Bu jasadning qorni yerilgan edi. Demak, ichki a'zolarni kesib olib, o balını jasadga aylantirib daryoga tashlab etgan. 2021 yil 7 oyda Henan Jingdu yer osti temir yo'li 5-liniyasida poyezd bekitida salab suv to'xtagandan keyin bir necha gavda o'lik jasad bayqaldi. Ularning ko'zlariga plastik xalt tortilgan. Echib qarasa, bu jasadlarning ko'z monchiqi, ya'ni ko'z göheri yok, uyup elingan. Majiglerin 1. asırdaki Jungo cemiyeti vatandaş. Uyup elingan. Jungo Kompartiya işki azalarını tirik turg'izib kesib elishni türmelerden başlagan bolsa, hozir butkul Jungo cemiyetiga kengaytdi. Dastlabda turma, hozir butkul Jungo cemiyetiga kengaytdi. Hozir ishki a'zolarni kesib olishdan birdan bir obyektda Uyg'ur. Hozir boshda balalar debdi, balalar Uyg'ur. Balalar Xitoydan qo'nib yotadigan maktablarga o'rinlashtirildi. Uni qanday bir taraf qilmadiz, Xitoy bir taraf qila oladi. Balalar go'daklar turmalarga, jazo lageriga qamaldi. Xitoy o balalarni qanday qilmadiz qila oladi. Chunki ko'ch uning qo'li davlat kuchi, davlat mashinasi turibdi vatandosh. Bugün demek bu tehdit. Hazır bu tehditle Xitoyga yetib keldi deydi. Ma'qul deylar. Xitoyga yetib keldi. Bütün memleket Xitoyda kengaytirildi bu tehdit. Ahir tahlil qilaylik vatandosh. Qo'rqinchli bir tarafi shu yerdiki, tirik turg'izib ichki a'zolarni kesib olish yoshlar qatlamaga kengaydi. Yaqindan beri Jungoda nurg'unlagan o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar mecburi qon tekshirishga qatnashtirildi. Ichki a'zolarni taqdim qilish kelishimiga mecburi qo'l qo'ydirildi va kaza. Shuning uchun Jungo Kompartiyasi Sayya Sog'lomlik komiteti, Qizil Kiriset bosh komiteti, ichki organning partiya guruhi o'rtaq rahbarligida taqdim qilishni tashviq qilish faoliyati har qaysi maktablarga kirib keldi. Demak, hozirgi kunda Jungoda boshlang'ich maktab, o'rta maktab, oliy maktablarga tashviqot faoliyati, ya'ni nima? Börekni taqdim qilish, jigarni taqdim qilish, o'pkani, talni, ushayni taqdim qilish, majburlash xarakterlik imzo qo'yish, majburlash xarakterlik talab qilish, majburlash xarakterlik taqsim qilish va taqdim qilish. Hozir tashviqot faoliyati sifatida Jungoda boshlang'ich maktab, o'rta maktab, hatto oliy maktablarga kirib keldi. Nima jamiyat deymiz buni vatandosh hozir? O'q bilan qirg'in qilish, maxfiy qirg'in qilish, bu beshig'i kelmagan inson bilmaydi bu ishni vatandosh. Qancha so'zlab bersangiz, mushu ish bir insonning beshig'i kelmagicha, ikkinchi bir inson buni anglamaydi, tinglamaydi, yez tashliq qilmaydi. Ma ish at mening beshig'imga keladi deydigan bir inson yo'q. İnsan ana shundoq inson. Qora yurakli inson degan vatandosh. Mushu hol bugun Xitoyning balasiga kelibdi, tuniga Uyg'urning balasiga kelgan edi. Nima qilamiz? Hokimiyat o'rnimizdan turib og'dirib olsak bo'lmamdi deydigan, jur'at qiladigan bir odam yo'q vatandosh. Uyg'ur demaydi. Uyg'ur degandan butun a'zoyi jigan bilan, kishan bilan, ham bilan kishallandi, chetildi, so'landi, etildi, bo'g'ildi.
Uyghur cüret kılıp oturgu çıkanmaydı. Xitay ço. Xitay özümü şu künde kaptı nemiş ornoda turanmaysa gep manmış yedi qobatende. Hazır Ali mektepler kelip cigerini takdim kılırsan, öpkenini takdim kılırsan, kilişim imza koysan mecburi. Yakından biri tuyuksuz gayip bulup ketken balalar. Balalarının ata-analары bu barlarını hem de tapanmaydı kaldıkları, öldürülgeldikini bilirdi. Gördünüz mü? Açarçılık jılıdı koşuğun açtı dep orundan turalmagan Xitay. Bugün balisi üzünün karnını yerip çıkan balisi gayip bulup gitti. Terek turguzup operatsiya kılındı. Cigiri böreği elinip gitti. Muşunu bilip durdu. Ata-analar çağrıklanmayın. Hazır ondan başka kip gündüz maşine edip gitti. Bu yolda maşine edip gelip etip eğer bir adam yalnız gitip atkan bolsa maşinin eçipla işkini eçipla elik adamını söylep maşinin içine taşlap bulap elip kaçıdığa yaş hazır Cungo'da bir hadise Katar'da otları çıktı. Bunu nemi deydiken desiniz elik van maşina deydiken hem ya deylep cüge van maşina yolda kiti ötüp eğer bir adam yalnız kiti basıla maşinin içine taşlar bana bu Xitay. Endi tahlil kılıp bakaydı Xitay özü kaysı vaziyette vatandaş. Xitay bu kompartiya vaziyeti, bu hükümet, bu devlet vaziyetinin kaysı aldıkını ne işkirdigi Xitay his kılanmaydı çünkü ahbarat sahası yok. Eçivitilgen matbuat yok. Ya chet eldekiler his kılanmaydı çünkü chet elde Amerika, Germaniya uyarı yaşavat kaldı. Kosuğu tok. Kosak tok bakandıkelle adam gamsız buludu şunan mı? Kosak toygandıkelle gamsız buludu, o vakti pikirisiz buludu. Kılıksız buludu. Yani mışınak buludu. Adam da muhabirine bunun vatandaş. Chet elde bunu his kılalaydıgan, şünelaydıgan hazır Cungo cemiyeti muş halgı kepti kandak buludu. Hazır ma Tanjingwendek obzorçulardan 5-6 oturgu çıkıp onu bunu deydi. Hani şola koşulup biz mazisilerge şunu leksiya kılıvatımız, sözlevatımız cüret ölen oturgu çıkırgan adam ya. Dostum, Cungo'nun vaziyeti nemi deyimiz? Til sırat kövrüğüde. Sizlerge bizge tasviri kildiğen nahayeti xatarlik, nahayeti inçki, nahayeti nazuk hadislarını tilimiz Uygur'tu til sırat kövrüğü deyimiz. Uygur'un şairi Alişir Navai şundak bir cümlede, şundak bir mısra işletken idi şiirde. İsimli kanmıdı, şiirinin imikelliğin. Kandak işletken mısra desiniz, ot köygen, kılgı okşaş tolgunu. Alişir Navai'nin mısrası. Mesela bir tal kılını kokas otun üstüge taşlısınız, o köygende tolgunup durup küydü vatandaş. Bugün Cungo Kompartiyası, bugün Cungnanxay, bugün Cungo'da siyasi hakimiyet, meyle armiye, sakça, pakça, takçı, hemme hazır del muş halet kilip boldu yani otka taşlısam tolgunup küydüğün kıl haleti kilip boldu. Bir adım tünügen nim dedim piltiği ot yakıldı. Mesela Tibet'ten ibaret nazuk piltiği ot yakıldı. Bunun keyinden kildiğin agaşım bülekler. Grammatikada agaşım bülekler deydi o. Agaşım bülekler bu kadar pakatlı Uygur'ustan. Başkası koyup duran. Tayvan hazır. Tayvan üzerinin altıdır. Onun armisi var, onun devleti var, onun prezidenti var. Onun parkotu var edip baralaydı o halette. Onun için zaruriyet yok. Tayvan için. Onun müdafiyası Amerika Koşmuş Ştatları kollavatıdır. Lakin siyaset ramkısı da diplomatiya ramkısı da Tibet ve Uygur'ustan geldi. Geldi vatandaş. Ana baş dedik o. Baş ne mi dedik bana? Ritibet sun derhal azaltıldı. Bu kaysa kanal Ram Tek Karmi'nin kanalı. Tibetlik Ram Tek Karmi'nin kanalı bugün 6. ayının 27. gün dedi ki Tibet derhal azaltıldı. Vatandaşın muşundak vakitte Xitay hükümeti muş vaziyet aslında endi nemi gitayında kırana
terbiyeleş, Gönçen Dağı'nın şuarını tavlaş, siyaset belgeleş, hüccet çıkarış, yakı sakçı maşinesi, hukuytuş, pukuytuş, koçularda haydap yürüş, bulavlemi halıkını kokat kılıp olmaydı hazır. Bu şu vaziyet aslında. Çünkü kontrolün dedi ki Kompartiyanın kontrolü çıkıp gitti. Cemiyet üzünü tüzeş öttü. Üzünü alak kılış karapmağı dedi kontrolün. Şunun içinde onluğu mu, onsuzı mu, yüz kılgını mı, kılmığını mı bu adamlar? Şunun içinde mağdun. Muşundak vaziyeti bu adamdan hükümetke karşı şuar toğlamaslık. Devlet aparatı ki cümlen hayga karşı şuar toğlamaslık için bir vaka peyda kılış. Yani ne mi vaka? Vehimlik vaka peyda kılış. Bu vehimlik vaka ne oldu münazısıyla sözüldük? Balılarının mı hatta organ kuruptu, şundak cemiyet kuruptu. Balılarının mı ciğerini kesiveliş, böğrüğünü kesiveliş, öpkisini kesiveliş, hatta şeydir geçe, öpke, ya ki aşkazan astı yallığı, aşkazan astı bizi muşuladın tatip, hemmini kesiveliş, balılağa, mekteplerge teşvikat edip giriş, bunun maksidi nime, berle nime, vehime tarkıdır. Bu vehime, oktun kişinin dehşetlik vehime vatandaş. Bu vehime seni partiye terbiyeli akmaydı. Bundak vakta korkup ketken hal, üzüge bir yan bildiğin yaki bir yan turduğun yaki bir yülek kitap olmaganda hal. Bundak vakta ben peygamberinin bir hadisini okuğandım. İnsan hiç kandak çağrı kılanmaganda Xuda dep jığlaydı da. Mana muşundak vakti insan hem Xuda dep jığlaydı hem çağrı kılanmaganda hükümetinin himayı kılışını tesavvur demez. Hükümetinin himayı kılışını kütüp durdu, arzu kılıdı. Hükümet karşı çıkış ayak tutulsun. Hükümetini arzulab kalıdığan buludu. Şunu Xitay hazır Cunanxay, Xitay hakimiyeti ottu köygen kıldık tolğunup tuğan bu hakimiyet, muşundak xatar, muşundak nazik bir vaziyet işit turgan hakimiyet, xalıqni jim tur dep teşvik kılıştın, targib kılıştın ornaga xalıqның içige vahime tarqıtış. Görün ha? Biz haber tapalmaptık deydi. 5. ayının 20. günü kuruluptu bu cemiyet. Fudan Üniversitesi'nin karmıgıda. Balıla, 4 yaşlık, 3 yaşlık balıla, 10 yaşlık, 16 yaşlık balıla, ene ciğerini kesiveleş, tirik turğuzup, narkoz kılmak kesiveleş, başta ettim o. İnsan balısı %5'i kelgende bu muşundak iş demişse, şu insan balısı eğer tesadüfe kutulup çıkıp, şikilde bir insanı sözlepesi, o insan eşlemini iskılanmaydı o vatandaş, yes kılıştı mı halamaydı. İnsandaki ecellik acizlik manamış yedi. İnsandaki ecellik acizlik üzünü qoğdayalmaslık, üzünün gemini üzü yemeslik, üzünün gemi doğrusu üzü işlemeslik, karvatı oğdu yetip xiyal kılıp inkılapçı buluş, karvatı oğdu yetip xiyal kılıp palanı buluş, karvatı oğdu yetip başkanı hain payın dep tillap olturuş, manamış adamlar tipideki adamlar da vatanda. Cemiyet mana şundaq cemiyet. Endi bunun deyan paydalangan Xitay yoki paydalanmoqchi bo'lgan Xitay mushu vaziyatda jim tur. Degan gapni amalga oshirmoqchi bo'lgan Xitay bugun mana balalarni ichki a'zolarini kesib olish jamiyati quribdi. Ham bu jamiyatni tashviq qilib, oliy maktablargacha, o'rta maktablargacha butun jamiyat kengayib. Buning roli nima? Chunki Kompartiyasining tashviqot gazetining ortiqroq roli bor degan gap. Muşu vaziyette Xitay muşu vahimini tarqitishga mecbur bo'pti vatandaş. Bugungi leksiyamiz, tahlilimiz mana shu yerda. Sizlar hozir bir masalani o'ylaganda shu masalaning ikkinchi tarafini o'ylashimiz, diqqat qilishimiz lozim vatandaş. Men arliqda nima dedim? Ekranda Tibet'nin yer xaritasi, yani kölam xaritasi, devlet xaritasi paydo bo'lib qoldi. Bu chegaralarni belgilash paydo bo'lib qoldi. Deydi, hozir bu to'g'rida biz konkret bir narsa so'zlamoqchi emas. Men ataygan Xudo xolisa,
Bu doğruda yana bir eşki parça leksiya sözümü sen bulmaydı vatandaş. Şuna bir şeyge dikkat kılgan onun her kandak vaqt, her kandak şeyinin iki tarafı var. İkili tarafı nazar geliş gerek vatandaş. Lekin Kompartiyadan Ahmet ketdi. Tibet Uygurluğa Ahmet geldi.